Hozir men sizga El Clasico hakami haqida bir ma'lumot beraman, faqat bu bilan meni Real muxlisi ekan deb o'ylamang. Kelishdiga, Barsa yoki Realning chempionlik masalasini deyarli hal qiladigan o'yin hakami aynan Barselona fanati ekanini bilasizmi? G'alati eshitildimi? Lekin bu fakt El Clasiconi Ispaniyadagi eng janjalkash hakam Alejandro Hernandez boshqaradigan bo'ldi. Real rasmiy saytiga hatto uning kirdikorlarini fosh qiluvchi film ham joylagan. Bu hakam Madridga qarshi o'nlab bahsli qarorlarni qabul qilgan. Eng zo'rini aytaymi, Alejandro El Clasicoda 5 marta hakamlik qilgan va Real ularning hammasida yutqizgan. Intervyularning birida undan qaysi jamoani yoqtirishi so'ralganda, u albatta Barselona deb javob bergandi. Keyin esa Barsa afsonalarini birma-bir sanab o'tgan. Chempionlik uchun jang va eng mojaroli hakam. Ha, bu faqat La Ligada bo'lishi mumkin. Har qalay Real rahbariyati va muxlislari shunday qarorga kelishgan. Xo'sh, bunga Barsa fanatlari nima deysizlar? Bu videoni Real va Barsa muxlislariga maksimal darajada tarqatib yuboring.